2026 Chevrolet Onyx Labo yangi model sifatida jozibali, samarali va amaliy xususiyatlarga ega bo'lgan avtomobil bo'lib, juda ko'p xaridorlar e'tiborini tortmoqda. Bu avtomobil shaharda va uzoq yo'l bo'ylab qulay haydashni ta'minlashga mo'ljallangan bo'lib, zamonaviy tashqi ko'rinish, silliq chiziqlar va zamon talablari bilan uyg'un dizaynga ega. Avtomobilning old qismi chiroyli farlar, yangilangan radiator panjarasi bilan jihozlangan bo'lib, yo'lga chiqishda ishonchni oshiradi. Kichik o'lchamlari uni shaharda harakatlanish uchun ideal variantga aylantiradi va trafikda bemalol boshqariladi. 2026 Chevrolet Onyx Labo har kuni foydalanish uchun juda mos bo'lib, iqtisodiy yoqilg'i sarfi, past xizmat xarajatlari va ishonchli komponentlar bilan ajralib turadi. Salonda sizni keng ichki makon kutadi va bu uyali joy haydovchi hamda yo'lovchilar uchun qulay sharoit yaratadi. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzun safarlar davomida ham qulaylikni saqlaydi. Markaziy konsolda joylashgan sensorli ekran orqali media tizimni boshqarish juda oson bo'lib, Bluetooth, Apple CarPlay va Android Auto funksiyalari qo'llab-quvvatlanadi. Telefoningizni ulab sevimli musiqangizni tinglash, xarita yo'naltirish va qo'shimcha ilovalarni ishlatish muammosiz amalga oshadi. Havoni konditsioner bilan boshqarish tizimi haroratni istalgan darajada ushlab turadi va yo'lovchilarga qulay muhit taqdim etadi. Uz portlar mobil qurilmalarni quvvatlash va ma'lumot almashinuvi uchun yetarli. Onyx Laboning dvigateli samarali, past yoqilg'i sarfi va chiroyli tezlanish bilan ajralib turadi. Shahar tirbandliklarida ham silliq, qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Avtomatik uzatma qutisi haydovchiga mulohazali tarzda tezlikni o'zgartirish imkonini beradi va yo'l harakati sharoitiga moslashadi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yutib, yo'l bo'ylab farovonlikni oshiradi va salondagi shovqinni sezilarli darajada kamaytiradi. Xavfsizlik bo'yicha Onyx Labo ABS tizimi barqarorlik nazorati old va yon. Havo yostiqlari bilan ta'minlangan. Ortga qarab kamera va parkovka datchiklari tor joylarda qulay to'xtashni ta'minlaydi. Bu xavfsizlik elementlari haydovchiga yo'l harakatini kuzatishda qo'shimcha yordam beradi. Bagaj bo'limi yetarlicha katta bo'lib, kundalik xaridlar yoki dam olish asboblarini sig'dira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklab katta yuklar uchun joyni kengaytirish mumkin. Shovqinni izolyatsiya qilish darajasi ham yuqori bo'lib, salon ichida jimlik saqlanadi. Videoni tomosha qilayotganda barcha funksiyalarni diqqat bilan kuzating va avtomobilning afzalliklarini bilib oling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida foydali va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Onyx Labo sizga kundalik hayotda ishonchli hamroh bo'ladi.